Assalomu alaykum azizlarim. Yaqin orada nimalar yuz beradi? Siz kutmayapsiz bularni, ammo lekin bular hammasi yuz beradi. Nimani kutmayapsiz u? Ya'ni allaqachon umidingizni kesgansiz u, lekin albatta yuz beradi. Bugundir, ertadir, 3 kundir, 1 haftadir o'zingiz niyatingizni olasiz va boshlaymiz. Xo'sh, sizda nimalar kutyapti? Yaqin kunlarda, yaqin soatlarda siz kutmayapsiz, ammo lekin bu kirib keladi. Nimalar bo'ladi? Xo'sh. Yangi boshlang'ich. Nima masalada yangi boshlang'ich deydigan bo'lsam, aytayaptiki, uzoq vaqtdan beri qandaydir ishni ustida ishlabsiz yoki qandaydir maqsadni yo'lida yuribsiz ekan, lekin hech nima amalga oshmay, hamma narsa tupikka olib borib tiqib qo'ygan, ya'ni qisilib qolgansiz. Bitta andaqani ichida qolib ketgansiz. Bitta doirani ichida o'sha doiradan tashqariga chiqolmay qolib ketgansiz. Bu xoh ish bo'lsin, xoh o'qish bo'lsin, xoh shaxsiy hayot bo'lsin, lekin amalga olmay qolgan juda ham ko'p maqsadlaringiz bor ekan deyapti. Nima kirib keladi? Siz kutmayapsiz, kirib keladi. O'sha muammolaringiz bilan ichingizda tugilib qolgan muammolar, o'sha amalga oshirmay qolgan orzu hayollaringiz, amalga oshira olmagan ishlaringiz bilan bog'liq juda ham katta omad kelyapti. Yana bir marta sizga shunaqa imkoniyat berilyaptiki, yana bir marta urinib ko'r, albatta hammasi amalga oshadi va hammasi yaxshi bo'lib ketadi deydi. Haqiqatdan ham ko'ryapsizmi qanaqa juda ham bir omadli vaqt ichkarisiga kiryapsiz deyapti. Ba'zi insonlarimiz balkida safarga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lishi mumkin. Safarlari ham juda omadli, xayrli, balokatli bo'lishi ko'rinyapti. Har tarafdan siz уже nima deydi, energiyangiz tugab, nima deydi, omadga ishonchingiz, qismatga, taqdirga, baxtga ishonchingiz qolmagan bir vaqtda kirib kelayotgan narsalar sizni hayotingizga har taraflama yaxshi bo'lib ketishini ko'rsatyapti. Ba'zi insonlarimiz sayohatga, safarga chiqishini aytib o'tdik va bu narsalar mana bu aytayapmizki, omadingiz yana yurishni boshlaydi, ishlaringiz yurishni boshlaydi, ushalmay qolgan orzularingiz amalga oshishni boshlaydi yoki maqsadlaringiz yo'lidagi to'siqlardan charchab qaysidir maqsadlaringizni amalga oshirishni to'xtatib qo'ygan bo'lsangiz, agarda hozirda harakatga kirishsangiz, tezlik bilan deyapti. Juda tez vaqt ichkarisida deyapti, xohlagan hamma narsangni qo'lga kiritasan deyapti. Umuman juda ham chiroyli kartalar chiqyapti, ko'pi bu katta arkanalar. Energiyangiz baland bo'lgan bir vaqt, har bitta maqsadingiz uchun kurashsangiz amalga oshadigan bir vaqt deyapti. Aytib o'tganimdek, ko'ryapsizmi? Bu masalalar balkida shaxsiy hayot bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Umidingizni uzib qo'ygansiz, o'sha kutmay qo'ygansiz. Ya'ni hamma narsa yaxshi bo'lib ketishidan tamomila umidingizni uzgansiz, shaxsiy hayotingizdir, sevgilingizdir yoki qismatingiz ochilmagan bo'lsa, yangi insonni uchratib, chiroyli baxtli bo'lib ketishga ham umidingizni uzgan bo'lishingiz mumkin, lekin hammasi orqada qolyapti. Yana bir marta harakat qilib ko'ring, hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Bu yerda nimaiki xohlasang hamma narsa qo'lingga kiritasan, chunki juda ham omadli vaqt ichkarisidasan degan eng katta, eng chiroyli, eng energiyasi baland yo'lingiz, omadingiz, hamma narsasi ochiq ekanligini ko'rsatuvchi, atrofingizda sevgan va sevilgan insonlaringiz bilan qurshovida bo'ladigan bir vaqt ichkarisiga kirib boryapsiz. Siz kutmayapsiz. Qaysidir orzu, umidlaringizdan voz kechib bir chekkaga surib qo'ygansiz. Bu nimalar ko'rsatyaptiki, yana bir marta harakat qilib ko'r, tez orada deyapti, xohlagan hamma narsangni qo'lga kiritasan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.